Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Ranieri Shomurodov yordamida Juventus himoyasini yorib tashlamoqchi. Claudio Ranieri qo'l ostida A seriyada mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirayotgan Roma yakshanba kuni o'ta muhim uchrashuvni o'tkazadi. Rimliklar chempionatda qariyb 4 oydan beri yutqazgani yo'q va jamoaning g'alabali seriyasi 7 ta o'yinga yetdi. Bu ko'rsatkichlar musobaqa jadvalining quyi pog'onalariga tushib qolgan jamoaning yuqoriga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Va endi Roma Yevropa Chempionlar Ligasining kelasi mavsum uchun yo'llanma olish imkoniyatiga ega bo'lib turibdi. 6 aprelga belgilangan 31-turda 6-pog'onada turgan Roma o'zidan 3 ochko ko'p jamg'arib 5-o'rinni egallagan Juventusni qabul qiladi. Bo'lajak to'qnashuvda zafar quchgan jamoaning kuchli to'rtlikka kirish imkoni sezilarli darajada oshadi. O'ta muhim uchrashuv oldidan Claudio Ranieri jamoasining o'yin sxemasini o'zgartirishiga qaror qilgani aytilmoqda. Bunga sabab jamoa yetakchisi Paulo Dybalaning jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqanidir. Italiya futbolini yoritayotgan manbalar 73 yoshli murabbiy Turin klubiga syurpriz tayyorlaganini yozmoqda. Claudio Ranieri Juventusning himoya qo'rg'onini yorib o'tish uchun Eldor Shomurodov va Artyom Dobik tandemini ilk daqiqadan o'ynatishga qaror qildi. Bu ikki hujumchi A seriyada shu paytgacha faqat 4 tagina uchrashuvda birga o'ynagan. Ayniqsa avvalgi turda Lecce bilan bo'lgan bahsda Artyom Dobik maydonga Eldor Shomurodov tushganidan keyin aynan uning yordamida g'alaba to'pini kirita oldi. O'zbek legioneri raqib himoyachilari e'tiborini o'ziga tortib, ukrainalik forvardning ularning taqibidan qutqardi va Dobik darvozani ishg'ol qildi. Ranieri Eldorning xizmatlarini inobatga olib, men jamoaga Artyomga qanday to'p uzatishini aytdim. Shomurodovdek tezkor o'yinchi unga gol urishi uchun sharoit yaratib berdi. Dobik uning yordamini yaqqol sezdi dedi. Ukrainalik hujumchi oldingi chiziqda ko'pincha yolg'iz va yordamsiz qolib ketardi. Shomurodov ega bo'lgan o'yin xarakteristikasi Dobikka erkin harakat qilish va paslarni qabul qilish imkonini bermoqda. Juventus bilan bo'ladigan bahsda ikki hujumchining o'ynashi foyda keltirishi kutilmoqda. Shomurodovning harakatlari natija qo'lga kiritilishida muhim omil bo'lmoqda deb yozdi ekspert Maurizio Rassa. Roma faoliyatini yoritayotgan yana bir manba La Roma sayti ham Eldor Shomurodovning o'yin uslubi va harakatchanligi Turin super klubi bilan bo'ladigan bellashuvda poytaxt bo'rilariga qo'l kelishini ta'kidlamoqda. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.